Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bizni YouTube platformamizda kuzatuvchilar, hammanglarga Andijondan kechki salom. Mana bozorlarimiz ham shanba, yakshanba bo'ladigan bo'ldi. Juma kuni endi bozor yo'q. Juma kuni mana endi dam kun. Shanba, yakshanba kunga ko'chirdik. Marhamat. Bugun hozir e'tiboringizlarni markazida turgan mashina bu Captiva 4. Hop, Captiva 4da oqidan minaman deganlar aloqaga chiqinglar. Bu mashinamiz 2013-yil Captiva 3.4 bo'lgan varianti, original zapchastlarda ko'ringlar. Mashinamiz sotuvda. Marhamat. 174 ming probeg, orqa kriloda ozgina pitno bor, 430 talik metan gaz ustanovka bo'lgan. Mana. Orqasida mana mashina taydi. 430 talik. Detsiz dinalarni ham so'rab beramiz, egasidan bo'lsa beramiz. Mana. Ancha muncha kamlarni qilib minishga tayyor qilib qo'ydik. Marhamat. Salonlarni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Mana. Luk. Bu mashinamiz 3li motorda bo'ladi, polni привид bo'ladi. Mana. 420 lik yangi balonlari bilan marhamat ko'rishinglar mumkin. Mashinamiz sotuvda. Bu mashinamizni hop $10,200 deb baholadik. Yana ancha muncha kami bo'lsa gaplashamiz. Buni Devo mashinalarga barter, O'zbekistonning hamma viloyatiga dastavka qilib yetkazsak ham bo'ladi. Marhamat. Ko'ringlar. Mashinamizni sotuvga qo'ydik. Mashinamiz yoqqan bo'lsa pastda nomer qoldiramiz. Mana Jetower ishqibozlariga 0 probegda Jetower X70 luxury pozitsiyasini olib kelib qo'yganmiz. 0 probegda pasport berasiz, nomingizga sraz yoziladi. Puli ham yo'lida. Buni hop $22,500 ga berib yuboramiz. Kimga qiziq bo'lsa, marhamat ko'ringlar. Mana tayyor, yangi, svejiy, podarishniy mashina. 7 o'rinli mashinalarni mana narxi ham yuvosh. Bitta orqa kapotda kraskasi bor, Xitoydan kelayotganda parvijdeniyya bo'lgan. Xudo xolasa unaqa avariya bo'lib DTP bo'lgan emas. Oldilari ham restani varianti. Kimga qiziq bo'lsa, bunga ham darrov pasportiga yozib, obligaydan bitta uchotga qo'yib, nomer oladi. Mana sidina pamit, mana qizil salon. Mana klimat kontrollarda mana panorama tom, abduf, abagrif hamma narsasi bor. Mana shu Jetower X70 Plus'da eng fulli bo'ladi mana shu. 7 o'rinli. Mana betki sidinalari ham joyida. Hidini qarang mana. Xullas bes probeg yangi mashina. Hozirgi kunda ham $32,500 avtosalonlarda sotilib turgan mashinani biz $10,000 arzoniga, $22,500 ga berib yuboramiz. Ko'ringlar. Yoqqan bo'lsa aloqadamiz. Hop. Captiva 1da 4 bo'lgan ishqibozlari bo'lsa, marhamat 4 bo'lgani ham bor mana. $7,700 ga 2010-yil Captiva 1da 4 bo'lgan variant. Mercedes minaman deganlarga Mercedes W220. O'zimni shaxsan haydab yurgan mashinamni sotuvga qo'ydim. Marhamat, Mercedes ishqibozlari bo'lsa, ko'ringlar. Holati o'ta ham a'lo darajada. Mana ko'rishinglar mumkin. Mana qo'jinli salon. Bu Germaniya avtosanoati 2020-yilda ham 2030-yilda yuradi deydi-yu. Haqiqatda kerak bo'lsa hozirgi 2026-yilda chiqmagan navorot holatlar 2003-yil mashinalarida bor. Mana pnevma, podveska hamma narsasi bu 2003-yilda bu mashinalar $110,000 sotilgan. Internetlarda qiziqib qo'ysanglar bo'ladi. Bu mashinamizni $12,500 ga beramiz. Kraskalari top-toza, holati o'ta ham a'lo darajada. Buni shaxsan o'zim qidirib toptirganman. Buni haligi
ancha muncha anaqa Mercedeslarga almashtirib qo'ymaymiz. Holati o'ta ham a'lo darajada. Ko'ringlar. Mashinamiz benzinda 3.5 lik motor. Uni ham Devo moshlarga barter qilamiz. O'zbekistonning hamma viloyatiga dastavka qilamiz. Kimga qiziq bo'lsa, mashinamiz sotuvda. Hurmatli obunachilarimiz va YouTube kanali kuzatuvchilari, bizdan uzoqlashmanglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Assortimentlarimiz bor, mana Jetower'lar bor. Mana bu mashinamiz ham 2024 30 ming yurgan mashina, 20 ming dollar. Mana XL Malibu 2023-yil. Bu mashinamiz 24,5 ming dollar. Mana bu ham suvda elektromobil 250 kilometr zapas xod ko'rsatilgan elektromobil. Kimga qiziq bo'lsa 7 ming dollar 2021-yil. 2018-yil Captiva to'rimiz, marhamat. Uni 15.100 dollarga beramiz. Uni ham holati zo'r, kraskalari toza, 100 mingdan oshiq yurgan propan gazli ustanovka bo'lgan Captiva 4 2018. Bizdan uzoqlashmanglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Yangilik zo'rlari hali oldinda. Ko'rganda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Bizni musofir yurtda kuzatayotgan obunachilarimiz, sizlarga alohida Andijondan vagon salomlar. Salomat bo'linglar, ko'rganda ko'rishguncha. Rahmat e'tibor uchun.